Endi bu mashina trassada hayfda. Bilardim qachondir Instagramga chiqishimadi hali. Vatandoshlarimiz o'ylab, mana komfort mashinalarimiz trassada bor. Aka telefon qo'ymaylar menga. Kirdi chiqdik. Dokument to'g'rilashga inshaallohki musofirda biz ishlaymiz, ibodat qilamiz, oila bola chaqa uchun dokumentlarni to'g'rilab, bu yerda bezapasi yurish uchun kirdi chiqdiga borib keldik. Biz mana qahramonlarimiz olib keldik biz. Men voditel akam mashinalari. Aka, biroq kamchilik bo'lgani bo'rini ayting, uyalmasdan. Assalomu alaykum aka opa singillar, Instagram ahli, akamiz obunachilari. Mana kecha biz Qozog'iston granitsaga ketdik. Mana bugun qaytyapmiz, xudo xolasa. Hamma sharoitlar zo'r. Mashinalar komfort, ichlar salonlar keng. Odamlar hali uyqudan turgani yo'q uxlab. Mana ishonmasanglar mana realni mana hali odamlar uyqudan turgani yo'q. Uxlayapti. Bitta ko'rsating yo'qmi? Kim biznikini kecha yo'lga chiqqanmiz, bugun qaytyapmiz. O'ta go'zal. Koronadan qarzi borlar, muammosi borlar, hech qachon hijolat bo'lmanglar. Mana akamiz Elmirza aka o'zimiz akamiz mana billa borib keldik. Ovora olib keladi. Sharoitlar o'ta go'zal. Hijolat bo'lmaydi. Biznikidan bir reklama qilingmi? O'tib tursa aka, bir mashinamiz mana orqali. Ko'pchilik orqadan qo'rqar ekan, orqada. Men o'zim orqada borib kelganman. Orqada vasi maza qilib borib kelasizlar, hijolat bo'lmaydi orqada. Zaryadkalar bor, zaryadchilar va hamma sharoitlar bor. 3 mahal ovqatlarimiz bor. Qarzingiz? Zavoddan qarzim bor edi, hijolat bo'lmaydi. U kirdi chiqdida unaqa muammo bo'lmayapti. Inshaalloh. Bemalol borib kelaverasiz inshaalloh. Mana akalarimiz xizmatda 24 ga yetdi. Inshaalloh. Kamchilik yo'qmi bizdan? Bo'rini ayting. Ganalar. Hammaga rahmat, xizmatdamiz inshaalloh.